Assalomu alaykum. Hozir HGT ilovasida ro'yxatdan o'tish va o'z uyingizni qo'shish bo'yicha qo'llanma bilan tanishamiz. Birinchi navbatda Google Play yoki App Store dan HGT ilovasini yuklab olamiz. Unga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda tilni tanlaymiz va keyin shunday oyna ko'rinadi. Biz telefon raqamimiz bilan ro'yxatdan o'tishimiz yoki OneID Kometa ID orqali ham akkaunt yaratishimiz mumkin. Agar sizga kimdir referal havola bergan bo'lsa, uni menda tavsiya havolasi bor tugmasini bosgan holda kiritishingiz mumkin. Keyin davom etish va telefon raqamingizni tekshirib, to'g'ri bo'lsa tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bizga SMS kod keladi va uni shu yerga kiritamiz. Xavfsizlik uchun PIN kod qo'yamiz va biz ilovadan ro'yxatdan o'tdik. Ilova haqida boshlang'ich ma'lumotlar ko'rsatilgan slaydlarni o'qib chiqish sizga ilovadan qulayroq foydalanishga yordam beradi. Agar siz telefon raqami egasi bo'lsangiz, sizning nomingizdagi uylar avtomatik tarzda qo'shiladi. Agar uyingiz avtomatik qo'shilmasa, hech qisi yo'q. Biz uni qo'lda qo'shishimiz ham mumkin. Uyingizni qo'shishning 3 xil usuli bor. Kommunal hisob raqam orqali, ya'ni gaz, svet, chiqindi kabi istalgan kommunal hisobingiz raqamini kiriting. Ilova esa uyingizni avtomatik qo'shadi. Kadastr raqami orqali va qo'lda uyingizning aniq manzilini kiritish orqali. Buning uchun uyga nom beramiz, viloyatni tanlaymiz, keyin esa tumanni kiritamiz. Undan keyin esa o'z mahallangizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ko'p qavatli uy yoki hovlini tanlab, mos uy raqami va xonadon raqamini kiritamiz. Va bo'ldi. Endi bizning uyimiz HGT ilovasiga qo'shildi. Qandaydir muammo yoki savollaringiz bo'lsa, bizning HGT yordam markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga menejerlarimiz tez fursatda aloqaga chiqib, muammoingizni hal qilishadi.